Assalomu alaykum. Xudo xolisa akalar. Qulpini bozorga tushdi, juda dehqonchilikli chiqib ketibdi menimcha. Assalomu alaykum. Aka hormaylar, yaxshimisizlar? Nech puldan berasizlar aka? 30 ming so'mdan kilosini berasizlar. Bu yirimi aka? Adi bormi? Aralash. 30 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Nech pul berasizlar aka? Nech pul chiqdi bu? 15 ming so'm. Qulpini 15 mingdan olib ketdim. 15 ming ketdi, oling aka. Yaxshi lekin. Qanaqa sort buni sorti nima bu? Charlimi? Sviji. Yaxshi. Koreyskilik. Koreyski mana aka ikkita qoldi. Nech puldan berasiz bularni? 40 ming so'm aka. 40 ming so'm, 15 ming so'm. Yaxshi, bozoringlarni bersin, hozir qaytamiz aka. Assalomu alaykum. Nech puldan berasiz opa? 55 dan beryapti. 55 ming so'mdan, Adi bormi bular? Bozoringlarni bersin. Xo'p, qulpini tushib ketibdi narxi. Assalomu alaykum. Nech pul berasiz aka? 28 ming aka. 28 ming so'm. Klermi sorti buni? Yo'q. Nima sorti? Malayziya. Malayziya. Yaxshi. Assalomu alaykum, hormaylar, yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Nech puldan berasiz akajon? Buni sorti nima? Charli. Bu parnida chiqyaptimi yo'qmi, dalada chiqyapti? Ochuvdami shu? Boshlandimi? Xudo xolisa 2026-yil 23-aprel narx-navoni ko'ryapsizlar. 15 ming so'mdan, xudo xolisa. Charli. Zo'r nech pulgacha 15 ming so'mdan? 30-35 ming so'mgacha onagan narx-navon. Charlimi? Charli. Gap yo'q. Koreyskiy yo'sizlar-da? Narodami? Bu. Instagramga bitta chiqaring bugunga. Assalomu alaykum. Nech pul chiqdi aka? So'rang. Nech pul hojaga? Assalomu alaykum. Kimlar ekan bu? O'zlaridan. Nech pul hojaga? Atigimi? Yaxshi, bosinglar. Instagram chiqarib bering. Men aka bo'lib chiqaman aka. Baqimalimi? Charchamaylar. Xudo xolisa dehqonchilikni zo'ri bo'lyapti. Bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Narxlar zo'r ekan.